Assalomu alaykum. Ikkinchi darsimiz dastgohni o'zimizga qanday to'g'rilab, qanday o'zimizga mos qilib ishlashimizga shu jarayonda men aytib o'taman. Dastgohimiz misolan mana shu 40 santiga 80 yo 90 santi gilam to'g'ri kelish nima to'qishimiz kerak. Shunga turbalarni payvand qilamiz. Birinchi inobatga olishimiz kerakki, dastgoh gilamimiz necha santi bo'lishi kerak. Agar 40 santi bo'lishi kerak bo'lsa, dastgohni ozda 60 yo 65, 70 santi kengroq qilamiz. Chunki to'qish jarayonida qo'l bir-birimizga tegib turbaga tegmasligi uchun shuni kattaroq olamiz. Dastgohni kattaroq olishimiz maqsadi shuki, to'qish jarayonida bizlarga xalaq bermasligi uchun. Chunki bu yerda bitta to'qish qo'limiz bir qo'limiz bu yoqda, bir qo'limiz ham arg'osh deydi, bir ipni o'tkazib buni taroq bilan pres qilishimiz kerak. Shu uchun dastgohimiz ozgina kattaroq bo'lsa, xavotir ishni davom bera olamiz. Asosan gilamimizni ip tortishga ikki shogirdimiz kerak bo'ladi. Bir kishi bu yoqda, bir kishi ham yuqorida turishi kerak. To shu ipni tortib, o'zlarimizga mos qilib shu qaysi andozada gilamni to'qish uchun shu ipni tortish kerak. Ipni tortishga bu o'zi ozgina ipakni o'zini tortadi. Shunda ham bizlar bu yerga temirni qo'yabizki, o'zlarimizga mos qilib buni olishimiz kerak. Dastgohimiz hozirgi kunda faqat temirdan yo shu turbalardan qilyapmiz, chunki oldin shu yog'ochdan ham bo'lgan. Hozir turbadan qilish maqsadimiz shuki, buni qataytirish yo tarang qilish masalasi juda osonroq bo'ladi. Boltlar, bu yerda boltlarni bizlar o'rnatilgan, shuni qataytirish yoki masalan tarang qilish maqsadiga qo'ygan, shu osonroq bo'ladi. Chunki agar bu qataytirib yo tarang qilmasak shu gilamni to'qish jarayonida bu osilib qoladi. Keyin gilam noqis bo'ladi. Bir tomoni qattiqroq bo'ladi, bir tomoni muloyim bo'lib, o'sha gilam maqsadga muvofiq gilam chiqmaydi. Shu uchun bizlar boltlarni bu tomon ikki tomonga boltlarni joylashtirgan ki shu gilamimiz noqis yo noto'g'ri gilam chiqmasligi uchun. Hozirgi holatda gilamimiz dastgohimiz juda kichkina. Inimini taxminan 45 yo 50 santi, bo'yimini mumkin bir 1 metr to'qisak ham bo'ladi, 1 metr 20 santi ham to'qisak bo'ladi. Qancha to'qisak u yoqda joyimiz bor. Chunki ikki qavat bo'lgan bu. Agar shu bir kishi o'tiradigan bo'lsa, shu andoza gilamga. Agar buni eni 80 santi yo 1 metr, 1,5 metr bo'lganida ikkita shogirdimiz o'tirib birgalashib to'qiydilar. Chunki bu hammasi buni hisob-kitob bo'ladi matematika bo'yicha. Qancha ip bu yerda tortilgan? Masalan, bitta bizlar birimizga taxminan 1,5 mingdan ko'proq ipni tortib joylashtiramiz ki agar masalan shu ikki qizimiz bir joyda bitta gilamni to'qimoqchi bo'lsa, bular hisob qiladi. Yarimi bu kishiga, yarimi boshqasiga. Bittasi barvaqtroq yo masalan erroq tamom qilsa, masalan bir minut yo 1 minut kutib o'tiradilar. To ikkinchisi tugatguncha. Chunki bu sharokat ishlayaptilar. Bitta gilamda 2 kishimiz. Ba'zi payt shundoq bo'ladi, kattaroq gilamlar bo'lganida 3 kishi, 4 kishi ham o'tirib oladilar. Bugungi darsimiz dastgoh mavzusida edi. Ko'rishguncha xayr.